hozir mana o'sha men ham aynan shu maktabga kelganimdan keyin juda katta narsaga bir nima deydi isbot bo'ldi. Ilgari shu 20-30 ta shogirdimiz bo'lgan bo'lsa, shu maktabga kelganimizdan keyin u 300 tadan o'tib ketdi shogirdlarimiz. Chunki o'sha hozirgi sharoitlar mana Ilhomjon gapirib o'tdi. O'sha Farg'onadagi, Oltiaradagi, Asakadagi maktabda ham Toshkentdagi maktab bilan solishtirsangiz bir xil. Sharoit, imkoniyat, e'tibor. Mana muzikantlarimiz ham Farg'onalik yigitlar, mana shogirdlarim bular ham. Hammasi mana. Mana shu yerda yurishdi. Hurmat. Ham bor bo'linglar. Shuning uchun bu yaxshi o'qisa, albatta o'zlariga bog'liq. Chunki shu kasbni ushlagandan keyin mustahkam bo'lish kerak edi endi. Rahmat, sog' bo'linglar ustozlar, bor bo'linglar. Ma'lumotlarga qaraganda o'sha vodiydagi barcha ijodkorlarni, san'atkorlarni ham sizlar birlashtirar ekansizlar. To'g'rimi? Rahbarimiz. Rahbarimiz. Qilich aka boshchiligida. Xo'p deb kelib turibmizmi? Rahbar mana yonimizda. Qani ustoz, qani kimdan sizdan chiqqan bu fikr? Yoshlarimiz to'g'risida nima degan? Albatta, yoshlarni, ijodkorlarni birlashtirish, ularni albatta ijodkorlarni Xudo og'irroq bo'lib qolgan taqsim balandroq nima deyapti? taalluqlimi deb. Yo'q. Yo'q, siz Vodiydagi san'atkorlardan jam qilgan kim dedi? Qilich akangiz dedim. Shunga javob bering. Nima deydi? Xolaysim, xohlamaysim yosh katta bo'lgandan keyin bari yoshlarimiz telefon qilishadi, keladi maktabimizga, o'rganadi, mana qo'shiq she'rini ko'rsatadi. Albatta ularni jam qilamiz. Sabab ustoz ko'rmagan shogird har maqomda yo'rg'alar deydi. Ustoz ko'rgan san'atkor baribir boshqacha bo'ladi. Uni har tomonlama, odob tomonda ham, shu qo'shiq yaratishda ham, masalan biz olib kelsa, mana o'sha she'r bo'lmaydi bu she'ring. Mana o'sha she'ring biz ilgari mana Ilhomjon bilan radioda, televizorda qo'shiq aytadigan bo'lsak, 3-4 ta chirig'lardan o'tib, keyin o'sha ustozlarni ko'rganmiz, duosini olganmiz. Shuning uchun ularni doim aytaman, kelinglar deb o'zim ham majbur qilaman. Shuning uchun doim yoshlarimizga e'tiborimiz katta. Ular ham hurmat qilib so'rashadi. Omadlarini bersin, hali Xudo xolasa mana katta-katta ko'riklarda qatnashib, xalqaro ko'rik konkurslarda oliy o'rinlarda olib kelishyapti. Ulardan umidimiz katta, ulug' buyuk san'atkorlar chiqadi degan niyatdaman. Rahmat ustoz. Bugun bizda juda ham ko'p yosh ulug'larimiz tomosha qilyapti. Chunki yaxshi bilasizlar, aynan oqshomlar ko'rsatuvini 7 yoshdan 70 yoshgacha respublikamizda har bir nuqtasida tomosha qilishadi. Albatta tomosha qilishda davom eting. Endi Qilichbekdan nima eshitar ekanmiz deya savollar ham bizda Telegram kanalimizga kelib turadi ustoz. Bugun sizdan taronlar ketma-keting eshitsanglar, dasturimizni davom ettirsak. Marhamat. Qilichbek Tojiyev kuylaydi. Uchradiganim xatolik bo'ldi. Bu boshimdir dunyo g'avg'olik bo'ldi. Seni uchradiganim xatolik bo'ldi. Bu boshimdir dunyo g'avg'olik bo'ldi. Zilolinga bog'langan ko'ngil endi bir umrga savdolik bo'ldi. Seni birovlarga ravo ko'rmasman, o'zim ham dardingga davo bo'lmasman. Birovlarga ravo ko'rmasman, o'zim ham dardingga davo bo'lmasman.
kashib uyquga o'xshar. Bilmadim bu qanday shaydolik bo'ldi. Seni birovlarga ravo ko'rmasman. O'zim ham dardingga davo bo'lmasman. Sevsam günah bo'ldi, sevmasam armon. Yurakka qandayin berarman farmon. Seni sarson qilib, o'zim ham sarson. O'zim ham bilmagan rasvolik bo'ldi. Seni sarson qilib, o'zim ham sarson. O'zim ham bilmagan rasvolik bo'ldi. Seni birovlarga ravo ko'rmasman. O'zim ham dardingga davo bo'lmasman. O'zim ham dardingga davo bo'lmasman. Yıllar bir-birini izlab, bugun bog'landi, bog'landi. Yıllar bir-birini izlab, bugun bog'landi, bog'landi. Ularni ajratib bo'lmas, bugun bog'landi, bog'landi. Ularni ajratib bo'lmas, bugun bog'landi, bog'landi. Alamlar bog'lanib qoldi, sevinchlar bog'lanib qoldi. Alamlar bog'lanib qoldi, sevinchlar bog'lanib qoldi. Olovlar bog'lanib qoldi, tutun bog'landi, bog'landi. Olovlar bog'lanib qoldi, tutun bog'landi, bog'landi. Ko'ngillar bir-birini izlab, bugun bog'landi, bog'landi. Ularni ajratib bo'lmas, bugun bog'landi, bog'landi. Uzish mumkin bu olamda, qachon ip qisqa bog'lansa. Uzish mumkin bu olamda, qachon ip qisqa bog'lansa. Iloji yo'q bizda zanjirlar, uzun bog'landi, bog'landi. Iloji yo'q bizda zanjirlar, uzun bog'landi, bog'landi. Ko'ngillar bir-birini
ajratib bo'lmas, bugun bog'landi, bog'landi. Ularni ajratib bo'lmas, bugun bog'landi, bog'landi. Bugun bog'landi, bog'landi. Rahmat ustoz, keling. Biroz dam oling qani. Rahmat, salomat bo'ling. Dasturimizni davom ettiramiz. Yaxshi bo'lamiz. Ustozlarning repertuari ko'proq mana shu sof muhabbat, umumiy insoniy qadriyatlarga tayangan holda ularni ko'proq nima deydi, e'tibor beradigan bir mavzularga e'tibor bergansizlar. Lekin shu kunlarda mana shu mavzularga e'tibor berish biroz pasaygan. Bunga sabab nima? Siz aytmoqchi, o'sha qo'shiqda tug'ilishida avvalo birinchi o'rinda so'z e'tibor, to'g'rimi? Ikkinchi o'rinda hop bunga kuy bastalanadi, musiqa bastalanadi, keyin ijro. Ana undan keyin qo'shiq paydo bo'ldi. O'sha qo'shiqdan eshituvchi qandaydir bir oziqa olish kerak-da. O'sha qo'shiq nimaga aytilyapti, nima deyapti? Masalan, vatan haqida, ona haqida, do'st haqida, yor haqida, shunda ham o'sha eshituvchi shu qo'shiqdan bir nima desam bo'ladi? Bir narsa olish kerak-da endi. Yani aytgan. Siz aytmoqchi, hozirgi qo'shiqlarda yo'qda o'sha narsa. Hozirgi qo'shiqlar asosan babi yoshlar orasida bo'lgani uchun mana shu raqs bob deymizmi, tadbirlar, to'ylar bob bo'lib ketyapti. Faqat sevgi muhabbat aytilyapti. Aslida sevgi muhabbat bu bitmas tuganmas mavzu. To'g'ri mavzu, lekin sizlarning qo'shiqlaringizda o'sha katta avlod vakillari, katta ijodkorlarni qo'shiqlarida ko'proq o'sha qadriyatlarimizga mosroq, masalan, nasihat qo'shiqlar ham bo'lgan. Hozirgi kunda esa aynan mana shunday qo'shiqlar juda ham kamayib ketgan. Shuni aytdim-da, o'sha qo'shiqda eshitgan odam endi topdim so'zimni, o'sha qo'shiqdan oziq olish kerak-da. Qandaydir o'ziga ma'no olish kerak, to'g'rimi? Ha, o'sha so'zdan, o'sha qo'shiqdan masalan, ota haqida qo'shiq aytildi. Deylik, bitta do'stimiz otasini ko'rmaganiga 3 oy bo'ldi. O'sha qo'shiqni eshitib qolib turib, borib otani ko'radimi? Ana shundan qo'shiqdan bir narsa oldimi? Shu aytganim o'sha oziqa deganim shu edi, topolmadim. Siz aytmoqchi tarbiya. Endi hozirgi zamonaviy qo'shiqlarda tarbiyani tersi ham yo'q. Siz aytmoqchi, yalla bob, to'y bob, o'ynasa bo'ldi, raqs bob. Mana shu tarbiyaviy taronalar biroz kamayib ketgandek. Haqiqatan ham aytgandek, she'riyatga e'tibori yo'q. Albatta shu. Musiqaga va yurakdan ijro bo'lyapti. Yurakdan ijro yo'q deb o'ylayman. Sizlar ham mana repertuarlaring juda ham bir gullab yashnagan payti, juda ham ko'p qo'shiqlar ijro qilganlaringda ustoz ijodkorlardan tanqid eshitganmisizlar? Hozir mana boshda Qilichbek aka aytdi-yu, bizni ikkamizning maktabimiz bitta. O'sha O'zbekiston, Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayev, shu Alisher Navoiyning yagona sovrindori. U odamni biz ekzamindan o'tolmasak, ashulani muxlislarga yetkazmaganmiz. Bo'lmaydi buning desa qolgan. Ruxsatsiz demak chiqarilmagan. Ruxsat bermadilarmi? Yo'q, ruxsat bermadimi? Tamom. Ketdik. Yozmaganmiz ham, aytmaganmiz ham. Endi hozirgilar savolingizdan kelib chiqib. Birovdan maslahat so'ramaydi hozir. Bo'ldi, o'zim ketdim. Bo'laveradi deydi. Bo'laveradi. O'ynaydimi? Odamlar shuni so'rayaptimi? Ketdi. Ichida qanaqa so'z bo'lsa aytaveradi. Farqi yo'q. Ustoz, sizchi? Siz qanday fikrda? Mana ustoz Sherali Jo'rayev bilan ko'proq yo'lda uzoqqa yurib qolsak, nimani aytyapsiz? Yangiliklarda nima bor? deb qo'laridda, keyin aytib qo'lardik. O'sha hisoblading, bitta yangi qo'shig'im bor. Qaysi ayting derdi bir kun. Hisobladingmi oshiq, azobi qancha yo'ldi? Ishq yo'lida qurbonlar hisobi qancha bo'lsam, to'xtay dedi. Men ustozga yo'qmadi desam, hisoblaganda oshiq azobi shuncha bo'ldi.
ishq yo'lida qurbonlar hisobi shuncha bo'ldi. O'sha yerda javob yozilib ketildi. Ko'ryapsizmi? Ustozlarga. Shu ustozga yoqib qolgan narsa bo'lsa, o'sha yig'ladi tor qo'llaringni zarbidan faryod etib, kuylading dildor sochin darddan sen dod etib aytversak, o'shanga javob o'zlari javob yozaverardilar. Shunaqa shu nima deydi? U kishi ham rohatlanardi-da. Baribir yaxshi qo'shiq bo'lsa, o'zlari aytardi ustoz. Yaxshi qo'shiq bu nonga o'xshagan narsa. Har kun yeymiz, jonimiz shokoladni har kun yeymiz, 3 kunda bir yeyishingiz mumkin. Deyishardi. Ustozimizni albatta hali gapirdim-ku. Uni yaxshi qo'shiqlar bo'lish uchun albatta kim bo'lishidan qat'iy nazar ustoz ko'rsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Bekorga ma'naviy ozuqa deb bekorga aytilmaydi. Albatta. Ana shu taronalar ham. Haqiqatan ham o'zimiz ham bu narsani guvoh bo'lganmiz. Odatda biror o'sha nasihat omuz tarona bizga yoqib qolsa, yoki bizga yoqqan bir mavzu bo'lsa, uni takror eshitamiz. Bir kunda kerak bo'lsa 100 martalab yoki ertasi kuni yana 200 martalab shunday jarayonlar bo'ladi. To'ymaysiz-da bunga. Meddangizga tegmaydi. Ana. To'ymaysiz, uni 1000 marta eshitsangiz ham yana eshitgingiz kelaveradi. Yaxshiligi uchun. Eng go'zal davr bu yoshlik hisoblanadi. Hozir ustoz aytgandek, yoshlikda nima qilsa o'shanday qilib qolish kerak. O'sha yoshlikda mana shu taronaga qo'l ursam bo'lar ekan yoki shu mavzuga qo'l ursam bo'lar ekan degan bir rejalaring qolib ketmadimi? Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, yosh katta bo'lgan sari o'zingizga qarab repertuar tanlab qolar ekansiz-da. Masalan, o'sha ko'proq shu yoshlarimizni tarbiyasiga bog'liq, ota-onalarimizga, qarindosh aka-ukachilik shunaqa so'zlarga ham e'tibor berib qolar ekansiz. Albatta uning ta'siri bo'ladi. Qo'shiqlarimiz shunga qarab yaralyapti. Ana. Endi bu dunyo armonli dunyo-yu. Armoni yo'q odam u odam emas. Armonimiz ko'p bo'ladi. Qancha aytilmagan ashulalarimiz qoldi. Qancha hali ishlanmagan narsalarimiz qoldi aka. Endi buni hammasiga yetib olsak, haligi nima deydi? Boshqa narsani qizig'i qolmay qoladi. Ana. Armonli dunyo bo'lgani yaxshi. Bor bo'ling. Yoshlikka bekorga urg'u bermadik. Ayni yoshlik mavzusida yaxshi bir taronangiz bor. Ilhom aka ustoz, keling hozir muxlislarni shu taronadan bahramand etsak. Yaxshi. Ketma-ket tarona tinglaymiz unda, marhamat ustoz. Sochlarimga oralab yoshlik sendan ketkim yo'q meni. Sochlarimga oralab yoshlik sendan ketkim yo'q meni. Yuragimga kirdi bir titroq, yuragimga kirdi bir titroq, yoshlik sendan ketkim yo'q meni. Yoshlik sendan ketkim yo'q meni. Suluvlarga so'ylab she'r g'azal, umri o'tgan kun go'zal. Suluvlarga so'ylab she'r g'azal, umri o'tgan kun go'zal. Endi sen ham topdingmi o'sal? Endi sen ham topdingmi o'sal? Yoshlik sendan ketkim yo'q meni.
yoshlik yoshlik sendan ey ketgim yo'q meni olislarda qolgan malagim kimlargadir bordir keragim olislarda qolgan malagim kimlargadir bordir keragim ellikta ham yonsin yuragim ellikta ham yonsin yuragim yoshlik sendan ketgim yo'q meni yoshlik sendan ey ketgim yo'q meni yillar meni yo'qlikka tortangar keksalikni bo'ynimga ortangar yillar meni yo'qlikka tortangar keksalikni bo'ynimga ortangar bir kungina ortimga qaytangar bir kungina ortimga qaytar yoshlik sendan ketgim yo'q meni yoshlik sendan ey ketgim yo'q meni yoshlik sendan ey ketgim yo'q meni bir qarab qo'ysang nadir bizga ham goh sanam bir qarab qo'ysang nadir bizga ham goh sanam menga sensiz beqadir dunyo sanam menga sensiz beqadir dunyo sanam bir qarab qo'ysang nadir bizga ham goh sanam bir qarab qo'ysang nadir bizga ham goh sanam sen o'zing shamsi hilal kuydirgin sohib jamol sen o'zing shamsi
cemal Sen süzül alemde yok Mana sanam Sen süzül alemde yok Mana sanam Bir qarab qo'ysang nadi bizga ham goh sanam Bir qarab qo'ysang nadi bizga ham goh sanam Gözleri ceyran ziyen Oskusnege hayran ziyen Gözleri ceyran ziyen Oskusnege hayran ziyen Kendi yok timsal yok Ziba sanam Kendi yok timsal yok Ziba sanam Bak acip kavga adamız Sevgi degen sahra adamız Bak acip kavga adamız Sevgi degen sahra adamız Ays özümü seniken Leyla sanam Ays özümü seniken Leyla sanam Bir qarab qo'ysang nadi bizga ham goh sanam Bir qarab qo'ysang nadi bizga ham goh sanam Rahmat, salomat Rahmat. bo'ling, bor bo'ling. Marhamat ustoz. Ustozga minnatdorchiligimizni bildiramiz yoqimli, chiroyli taronalar uchun. Endi juda ham ko'p savollarimiz bor. Ulardan biri har bir ijodkor xonanda bo'lar ekanki, bari repertuarning ichida o'zi yoqtirgan, o'zi yoqtirib ijro qiladigan bir tarona bo'ladi. Menimcha sizlarda ham bo'lsa kerak. Agar sir bo'lmasa shu qaysi tarona? Qaysi qo'shig'ingiz o'zingizga xuddi Qo'shiqlarning hammasi farzandli narsa. ha, o'zi aslida Bunisini shunday. yomon, bunisini yaxshi deya olmaymiz. Bunga xalqimiz baho beradi. Ha. Lekin biz uchun yaratgan qo'shiqlarimiz hammasi o'zimizga aziz. Hammasi birday. Birday-a? Hammasi birday. Albatta bunisini yomon, bunisi yaxshi, mana o'zi zo'r, bunisi bo'lmaydi deya olmaymizda. Ha, Ilhom aka mana Bizga yoqmagan qo'shig'imiz xalqimizga yoqadi. shunaqa bo'ladi. Ilhom aka mana siz misol uchun Qilich akam biror taronasini yoqtirib qoldingizda, shuni ijro qilgingiz keldi. Ruxsat berasizmi? Albatta. Men so'ramay aytaveraman. Hozirgi qo'shiqni ham men aytganman. Ana bo'ladi. Bizda so'rash bo'lmaydi. Aha. Sababi 50 yillik o'rtoq odam bir-biridan so'ramaydi-yu. So'ramaydi. Men qo'shiqlarimni bemalol aytadi. Men ham bunigina aytaman bemalol. Aha. Deylik biror davralarda, xizmatlarda, to'y hashamlarda Albatta. sizdan kelib Ilhom aka shu Qilich aka shu taronasini aytib bering desa, demak, muammosiz aytib berasiz. Sizda ham xuddi shu holat. Shu, Ustoz? shu aytamiz. Bir-birimizni qo'shiqlarimizni aytamiz. Bu yaxshi, bu yaxshi. Demak, qizg'anchiqlik yo'q Yo'q, oilalarda, yo'q, yo'q. to'g'rimi? Bu juda ham Qizg'anib yaxshi. nima qilamiz, albatta. qayerga olib ketamiz bu qo'shiqlarni endi. Aha. Ba'zi san'atkorlar, ba'zi Mana ijodkorlar yosh yigitlar ham aytadi qo'shig'imni, qizg'anishadi. shogirdlarimiz ham. Ala. Aytasizlarmi? Aytishadi. So'ramasa aytaveringlar mana, ruxsat berdilar ustoz. Yo, ruxsat berganman. Aytaveringlar, kamayib qolmaydi deydi-yu. Aytaveringlar. Bor bo'linglar. Endi do'stlikni turini juda ham ko'p eshitamizda, bir xillar o'sha deylik 1 haftalik, 1 oylik, deylik 10 yil bo'lishi ham mumkin. Mana hozir o'zingiz aytdingiz, 50 yil bo'ldi do'stligimizda. Ilk tanishuv, do'stlik qanday boshlangan? Qani bir tarixiy nazar tashlab eslaylikchi. Albatta bizni bog'lagan narsa shu san'atimiz orqasidan tanishganmiz. Aha. O'sha buni 50 yildan ham ko'p bo'ldi desak ham bo'ladi. Javob qoniqarlimi? Shu Yana san'at orqasidan ma'lumot tanishgan. kerak. Bu paytda san'atkorlar Sanali. Sanaqli, ha. Elmurod Islomov sababchi bo'lib, Ilhom bu. Shunday bo'lgan. Va Biz o'sha Elmurod bilan Oltariqqa xizmatga borganmiz. Aha. Shunda bu o'rtog'imiz endi nima deydi, o'sha yerlik mahalliy odam Aha. bizni borimizga, yo'g'imizga, kamimizga, ko'zimizga qaragan. Qarashib, ha. Demak, endi o'sha odamni
bir ko'rganda ham bilish mumkinmi? Shundan Shundan qadrdon bo'lganmiz. bordi keldi, oilaviy bordi keldi. Oilaviy bo'lib, emas. hozirgacha. Ha. Shundan beri mana do'stimiz iloyim yana 50 yil birga yursak yetar. Qolgani ko'payib ketadi. Nasib, nasib. Men yana bir So'raymiz. iltimos va taklif qilgan bo'lardim. Duet ijro qilishlaringizni, ha? Biror Har kuni Har yaqinda biz yangi mavzularda, demak. 6 oy bo'ldi Ilhomjon bilan Farg'onada San'at saroyida ikkalamiz konsert berdik. O, qani konsert haqida suhbatlashaylik. Konsertimiz ham juda chiroyli bo'ldi. Xalqimiz yaxshi qabul qilib oldi. Ikkalamiz chiroyli konsert berdik. duet deganingizga u konsertda biz maslahat qilmagan edi. Ha, ha. Duet so'rab qolishini bilmaganmiz ham. Ala bo'lmasa. Keyin tayyorgarliksiz o'sha yerda o'zida endi bizni Improvizatsiyaga deydi. maktabimiz katta-yu. Ustozni qaysi varag'ini olsangiz biz ketaveramiz.